Men unitazman. Telefonda uzoq o'tirish sog'liq uchun zararli. Men tualet qog'oziman. Meni qattiq va ko'p ishqalab ishlatsangiz, teringiz shikastlanadi. Men hojatxona cho'tkasiman. Meni noto'g'ri ishlatsangiz, hamma yoq iflos bo'ladi. To'g'ri ishlating, bo'lmasa hojatxonaga zarar yetkazaman. Men suyuq sovunman. Meni ishlatgach darrov yuvib tashlamang. Agar shoshilmasangiz, mikroblarni yaxshiroq yo'q qilaman. Aks holda mana bunday jahlim chiqadi. Men tish pastasiman. Meni juda ko'p siqmang. Ozgina yetadi. Aks holda tishlaringizga zarar yetkazishim mumkin. Men tish ipiman. Meni sekin ishlating. Juda qattiq tortsangiz, milklaringizga zarar yetadi. Men dezodorantman. Meni toza va quruq teriga surting. Terlagan holatda ishlatsangiz foydam kamayadi. To'g'ri ishlating, bo'lmasa mana bunday jahlim chiqadi. Men lab uchun juda ko'p ishlatma. Aks holda lablar quriydi. Men tishman. Juda qattiq ishqalasangiz, emalim zarar ko'radi. Yumshoq cho'tka bilan sekin yuvish to'g'ri. Men sovunman. Suv ichida qoldirsangiz, tez erib ketaman. Quruq joyda saqlang. Men dushman. Tozalamasangiz, teshiklarim tiqilib qoladi. Vaqti bilan tozalang. Men machalkaman. Meni ho'l holda tashlab qo'ysangiz, ichimda mikroblar ko'payadi. Yuvgach siqib, quritib osib qo'ying. Men sochiqman. Nam holda tashlab qo'ysangiz, mog'or paydo bo'ladi. Ishlatgach yoyib quriting. Men tarakanman. Agar bu yerga uksus yoki juda kuchli hid sepilsa, men bu joyda tura olmayman. Nafasim qisilib ketadi. Shuning uchun o'zim qochib ketaman. Men chumoliman. Agar yo'limga dolchin yoki qalampir sepilgan bo'lsa, men bu yerdan o'ta olmayman. Bu hid menga juda og'ir, shuning uchun boshqa tomonga ketaman. Men pashshaman. Agar bu yerda sovunli suv yoki limon bo'lsa, men bu joyda qolmayman. Men kiyim kuyasiman. Agar kiyimlar orasiga lavanda yoki kedr qo'yilsa, men bu joyda yashay olmayman va boshqa joyga ketaman. Men mayda pashshaman. Agar bu yerga uksus yoki shunaqa hidli narsa qo'yilsa, men bu joyda tura olmayman. Hid menga juda og'ir bo'ladi. Men asal ariman. Agar bu yerda kuchli hid yoki tutun bo'lsa, men bu joyda qolmayman. Bu menga xavfli. Shuning uchun uchib ketaman. Men chivinman. Agar xonada lavanda yoki evkalipt hidi bo'lsa, men bu yerga yaqinlasha olmayman. Bu hid meni bezovta qiladi. Men burgaman. Agar bu yerga tuz yoki sovunli suv sepilsa, men bu joyda yashay olmayman. Shuning uchun sakrab tezda qochib ketaman. Men chigirtkaman. Agar bu yerda sarimsoq yoki achchiq hid bo'lsa, men bu joyda tura olmayman. Shuning uchun sakrab boshqa joyga ketaman. Men o'rgimchakman. Agar bu yerga limon sepilsa, men bu joyda tura olmayman. Bu hid menga juda yoqmaydi. Shuning uchun darrov qochib ketaman. Jigar uchun eng zararli mahsulot qovurilgan kartoshka. Meni kamroq yeng. Jigar uchun eng foydali mahsulot karam. Yurak uchun eng zararli mahsulot bu mayonez. Yurak uchun eng foydali mahsulot bu men. Miya faoliyatini buzadigan mahsulot sosiska. Miya faoliyati uchun eng yaxshi mahsulot grek yong'oqi. Teri uchun eng yomon mahsulot do'kondagi muzlatilgan chuchvara. Bizni kamroq iste'mol qiling. Teri uchun eng yaxshi mahsulot sabzi. Men sosiskaman va juda mazaliman. Lekin har kuni iste'mol qilsangiz, kasalliklarga olib kelaman. Men qovurilgan kalbasaman. Men stressni kuchaytiraman va immunitetni zaiflashtiraman. Men olmaman. Agar sarimsoq yegandan so'ng meni yesang, og'izdagi yomon hidni yo'qotaman. Men kashnichman. Meni o'tkir pichoq bilan keskin. O'tmas pichoq kletchatkalarimga zarar beradi. Men olmaman. Ichakni tabiiy tozalayman. Har kuni yeb tursang foydali. Men avokadoman. Menda foydali moddalar bor. Yurak va ichakni asrayman. Men brokkoliman. Ichaklarni tozalashga yordam beraman. Menda tolalar ko'p. Ular hazmni yaxshilaydi. Men ananasman. Hazm jarayonida ishlayapman. Bromelainim ovqatni tez parchalab yuboradi. Shuning uchun tanang yengil bo'ladi. Men yashil qalampirman. Vitamin C bilan tanangni qo'llab-quvvatlayman. Immunitetingni mustahkamlayman. Hazmga yengil va foydaliman. Men sarimsoqman. Mikroblarga qarshi kurashaman. Immunitetni kuchaytiraman. Men ismaloqman. Ichakni kuchli qilaman. Temir va tolaga boyman. Men yong'oqman. Miyaga foydali yog'lar beraman. Xotirani va fikrlashni kuchaytiraman. Men olivka yog'iman. Ichakni yumshataman va himoya qilaman. Yurak va hazm uchun juda foydaliman. Men yashil choyman. Tanani tozalayman. Zararli moddalarni chiqarishga yordam beraman. Men bananman. Ichakni muloyim tozalayman. Yaxshi bakteriyalarni ko'paytiraman. Men pomidorman. Zararli moddalarga yo'l bermayman. Yurak va qon tomirlari uchun foydaliman. Men sutman.
ichakni yumshataman va himoya qilaman. Men grek yogurtiman. Ichakni foydali bakteriyalar bilan to'ldiraman va himoya qilaman. Men chernikaman. Kuchli antioksidantman va zararli moddalardan tozalayman. Men tolaga boy ovsyankaman. Ichakni tozalab, chiqindilarni olib chiqaman. Men zig'ir urug'iman. Ichaklaringizni yumshataman va tozalayman. Men imbirman. Gaz va shishishni kamaytiraman. Men chesnokman. Tarkibimdagi allitsin tishda milk yallig'lanishiga sabab bo'ladigan zararli bakteriyalarni kamaytiradi. Men klubnikaman. Milkni mustahkamlayman. Mendagi C vitamini milk sog'lig'ini qo'llab-quvvatlaydi. Men qora shokoladman. Tishlaringizni himoya qilaman. Mendagi teobramin tishni mustahkamlashga yordam beradi. Men misvoqman. Bakteriyalarni kamaytiraman va og'izni tabiiy tozalayman. Men dengiz tuziman. Og'iz salomatligiga foydaliman. Bakteriyalarni kamaytirishga yordam beraman. Men faollashtirilgan ko'mirman. Tishdagi dog' va zararli bakteriyalarni o'zimga yutib, og'izni tozalashga yordam beraman. Men kurkuma. Og'iz va milk sog'lig'iga foydaliman. Men dolchinman. Nafasni yangilayman. Og'izdagi yoqimsiz hidlarni kamaytiraman. Men mazaliman, lekin tez-tez yesang ovqat hazmini sekinlashtiraman. Natijada qorin dam bo'ladi, vazn oshadi, ichak charchaydi. Men yog'da qovurilganman. Ichagingni asta-sekin yopishtirib qo'yaman. Ichak va tomirlar uchun zararli. Men tez to'yintiraman, lekin foydam yo'q. Tanang meni yog'ga aylantiradi. Har kuni bo'lsam kasallik boshlanadi. Menda konservantlar bor. Ayniqsa bolalar uchun zararli. Meni ko'p yegan odam buni sezmaydi, lekin tanasi charchaydi. Meni ichish oson, lekin bolalar uchun juda zararli. Qon shakarini ko'taraman, chanqog'ingni oshiraman. Men chanqoqni bosaman, lekin tanani aldab qo'yaman. Men foydali bo'lishim mumkin, lekin me'yoridan oshsam, ich qotadi. Men qarsildoqman, lekin meni ko'p yeganingda tanangda yog' yig'iladi, vazning oshadi, yurak uchun xavfli. Men shirinman, qand va semirishga olib kelaman. Ich qotishi va charchoq shundan boshlanadi. Hamma meni zararli deb o'ylaydi. Mendan semiraman deb o'ylashadi. Meni xavfli deyishadi, lekin haqiqiy meni bilishmaydi. Men bu mayonez degan ablahni yo'qotdim. U yillar davomida mening obro'yimni tushirdi. Tanishing, bu mening yangi do'stim grek yogurti. Yog' o'rniga oqsil, zarar o'rniga foyda. Biz esa uning to'g'dasimiz. Vitaminlar, kletchatka, antioksidantlar. Biz organizmingni qutqarishga keldik. Men tovuq grutkasiman. Toza oqsil, bratan, hech qanday yog'siz, faqat mushaklaring uchun. Men esa lavash noniman. Yupqa va yengil. Bu oilani birgalikda saqlayman. Shunday qilib mendan qo'rqishni bas qiling. Men o'zgardim. Endi men foydaliman. Meni shu tabiiy holimda qo'rqmasdan har kuni yesangiz ham bo'ladi. Zarar keltirmayman. Chunki zararli mayonez endi yo'q. Har doim esingizda tuting, zararli ovqat yo'q. Zararli mahsulotlar bor. Agar shu zararli mahsulotlarni foydalisiga almashtirsak, xohlagan ovqatni mazza qilib yesak bo'ladi. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.